maqsad qo'yiladi, nima bo'lganda ham erishish kerak. Bu juda ham yaxshi, undaydigan narsa. Lekin o'sha fiziologik strukturasidan, fizik strukturasidan, psixik strukturasidan, psixologik strukturasidan juda ham ortig'i bizani yana o'sha charchatishi mumkin, kamida stress qilishi mumkin. Endi ja ko'prog'i undan ham og'ir qanaqadir kasal nimalardir qilishi mumkin. Shuning uchun erishimli maqsadlar qo'yilishi kerak odamga. Bu juda ham muhim. Chunki juda ham ko'p aynan stress bilan yoki nizolar bilan kelgan muammolarda shu ko'rsatkich ko'p bo'ladi. Chunki masalan, evlab ketadi deb uzatib yuboramiz qizimizni. Bu ham xuddi shu narsa. U balki deylik kommunikatsiya tomonidan, oila modeli, psixik tomoni, har qanaqa tomondan his-tuyg'u unga emas bu narsa yoki qiyin yoki yana nimadir yoki bolamizga ish ochib beramiz, erisha olish kerak, u juda ham og'ir. O'ziga yarasha uning uchun shaxs strukturasi kerak, kuch kerak, ilm kerak, xohish kerak, o'sha kerak bo'lsa orzu ham kerak, bir bo'lak maqsad ham kerak. O'lchamli nima ma'noda? Bu haligi yaxshi yomon yoki kam ko'p yoki menga to'g'ri keladi, kelmaydi degan ma'noda emas. O'lchamlilik degani nimaga erishmoqchiman masalan, deylik, bolam deylik baxtli bo'lishini xohlayapman. U nima degani? Uning uchun biza o'lchamlilik degani kriteriy, mezonlarni sanab o'tishni bilishimiz kerak. Masalan, sog'lom, bu bitta o'lcham, o'lchamlilik degani. Masalan, ilmli bo'lsin, diplomi bo'lsin, demak, institutga kirish kerak. Masalan, deylik, insofli bo'lsin, bu ham bitta o'lcham. Demak, bu institutda berilmaydi, bu uyda beriladigan narsa. O'zimiz ham ishlashimiz kerak. Tam sog'lom bo'lish kerak, sog'lig'iga qarashni bilishimiz kerak. Tam yaxshi yomonni ajratishni bilsin. Mana shu o'lchamlilik bu juda muhim. Yoki o'sha maqsad deganda kimdir ishini ochadi, tam qani ko'riychi, kimdir aytadi natija oling, kimdir aytadi kimgadir isbotlab bering. Bu ham o'lchamlilik. Lekin bu ham o'lchamlilik ham o'sha qadriyat darajasida, me'yor darajasida, ilm darajasida, iymon insof darajasida bo'lmasa, bu juda ham uni ham ko'p ko'rganmiz. Teskariga olib ketganini ham ko'rganmiz. Kimdir keyin aytardi, "Abam bu hech yomon ish qilmadim-ku, maqsadni ishlatiladigan mezonini ishlatdim-ku" degandek aytardim. O'lchamlilikning ichida ham o'zini o'lchami bor. Ya'ni u ham bir insof bilan, qanaqadir qadriyat bilan chegarani o'rtasida bo'lishi kerak.